Ko'pchilik yillar CC kremni Xitoydan olib kelib sotadi deb o'ylarkansizlar mana. Qizlar, maniki 100% original. Hozir mana Xitoy programmamni turibman, qidirib ko'ramiz. Atak bu Xitoy programmamda ham original koreyskiy kosmetikalarni topsa bo'ladi. Mana bitta turibdi, mana tepada birinchi qatorda, atak boshqalari mana boshqacha o'sha Xitoy o'zini CC kremlari. Mana boshqa yo'q. Bu yerda mana aytganimdek, original koreyskiy kosmetikalarni topsa bo'ladi. 100% original. Men sizlarga kursimni o'rgataman. Mana bitta CC krem, buni ham kiramiz, bu juda qimmat. Bu original Koreyadan olib kelib sotyapti buni. 158 yuan yili anaqada 270 ming bo'ladi o'zbek so'mida. 270 ming sotmayman men. Bundan вообще arzon meniki. Ko'ryapsizlarmi? Agar Xitoy ishlab chiqazganda, buni podelkasini 158 yuan bo'lmagan bo'lardi. Bundan ham arzon bo'lgan bo'lardi. Buni podelkasini Xitoy emas, O'zbekiston ishlab chiqazyapti qizlar. Men Koreyada ishlab chiqazadigan zavodidan onam jo'natib yuboradi menga. Maniki hech qanaqa Xitoydan zakaz qilib anaqa qilmayman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar 158 yuan 270 ming. 270 mingdan arzon maniki. Hech qanaqa Xitoy putidan olib kelmayman. 100% original. Buni ishlatib ko'rganlar mana yozinglar qizlar, mana olib ishlatib ko'rganlar kommentariyaga qanaqa yuzinglarga tushgan. Nechta sotgan bo'lsam hech qanaqa yomon otziv hali kelgani yo'q. Har doim hammam injilib olganlar ham bir hafta ikki haftadan keyin zo'r ekan, mana bunaqa tanilka ko'rmaganman deb yozib yuborishadi.